Assalomu alaykum hammaga. Biz IDC matematika kitobidan mavzularni davom ettiramiz. Xudo xohlasa, bugun ikkinchi mavzuga yetib keldik. IDC kitobdan o'tyapmiz. 30 tagina mavzusi bor. Sizlar bilan buni xudo xohlasa 2 oy ichida tugatib tashlasak, keyin buning ikkinchi qismi bor. Ikkinchi qismdan ham 24 ta mavzu bor. Uni ham tugatib tashlaymiz. Keyin 3-qismini ham ishlab testlar to'plami hamda geometriya kitoblarini ishlab bo'lib, xudo xohlasa milliy sertifikat yoki SAT imtihonlariga tayyor bo'lamiz. Sizlar bilan bugun ikkinchi mavzu bo'linish belgilari, turk va murakkab sonlarda o'tamiz ekan. Bu juda ham muhim mavzu. Xudo xohlasa bu mavzudan muvaffaqiyatli o'tsak, bundan keyingi o'rganayotgan matematikalarimiz uchun juda ham foydali bo'lishi mumkin. Bo'linish belgilari bu hisob-kitob qilayotganda shunaqangi tez hisoblab, mavzularni tez ishlab ketishimiz, misollarni tez chiqarishimiz uchun juda ham katta yordam beradi bizga. O'shaning uchun bu ayniqsa mana shu mavzuni yaxshi o'zlashtirishga alohida e'tibor berishingizni so'raymiz. Xo'p, biz boshladik. Turk va murakkab sonlar IDC ikkinchi mavzu bo'linish belgilaridan boshlaymiz. Bo'linish belgilari bilamiz, 0 ga bo'linish belgisi har qanday son 0 ga bo'linadi. 1 ga bo'linish belgisi har qanday son 1 ga ham bo'linadi. Shu sonni o'z chiqadi. Xo'p, endi biz 2 dan boshlaymiz. 2 ga bo'linish belgisi bu juda ham oson. Eng osoni bu 2 ga bo'linish belgisi o'zi. Mana oxirgi raqami juft yoki 0 bilan tugasa, 0 bo'lsa, ya'ni nima degani? Bu bizga milliondan raqam bermayman, savol beradi. 2 ga bo'linadimi degan. Millionda son bersam, oxiridagi raqami juft yoki 0 bo'lsa, bu demak bu son 2 ga bo'linadi. Masalan, 24. 24 dan oxirgi raqam 4 ga 2 ga bo'linadi. Bo'ldi. Mana juda ham uzun son bersin xohlasa, 28000 bo'lib ketadi. Oxirgi raqamga qaraymiz. Oxirgi raqam juft yoki 0 bo'lsa, bu son albatta 2 ga bo'linadi. Xo'p, keyingisi. Buni eslab qoling. Uchinchisi bu raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linish qoidasini raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa bo'ldi. 3 ga bo'linadi. 2 ham oson, 3 ham oson. 3 ga bo'linish belgilarini eslab qolamiz. Raqamlar yig'indisi. Shunday son beradi. Masalan, 369 son beradi. Buni alohida raqamlarni qo'shib chiqamiz. 3, 6 va 9 ni qo'shib chiqqanimizda yig'indi 3 ga bo'linsa, demak bu son 3 ga albatta bo'linadi. Masalan, 369 qo'shib chiqdik, 18 chiqdi. 18 3 ga bo'linadimi? Albatta bo'linadi. Demak, bizda 3 ga bo'linadigan son bor. 27 masalan 2 plus 7 9. 9 3 ga bo'linadi, hammamiz bilamiz. Demak, bu son 3 ga bo'linadi. Keyingisi bu 4 ga bo'linish belgisi ekan. Yaxshilab hisob qilish kerak. 4 ga bo'linish belgisi bu oxirgi ikkita raqami 4 ga bo'linsa yoki 0 bilan tugasa. Aytganimdek, xuddi ikkinchi ga bo'linish qoidasiga o'xshaydi. Oxiridagi millionta son bersin mayli. Shunday ketdi, bu yergacha son. Oxiridagi ikkita raqamga qaraymiz ekan. Oxiridagi ikkita raqam yoki 0 yoki 4 ga bo'linadigan son, masalan 24 bo'lib qoldi. 24 4 ga bo'linadi. Demak, bu son folli 4 ga bo'linadi. Demak, bizda javob bor. 24 bo'lsa, masalan 48 bo'lsin, boshqa bo'lsin, demak bu son 4 ga bo'linadi. Oxirgi raqam. Ularni asosan eslab, yozib, eslab qolish kerak. Bu juda ham kerak bo'ladi, albatta. 5 ga bo'linish qoidasi, bu 5 ga bo'linish undan ham oson. Oxiridagi raqami 0 yoki 5 bo'lsa, bilamizki, masalan 5 karrani ham deylik. Masalan 5 kara 9 ham oxiri 45, 5 kara 8 40. Oxiridagi raqamga qaraymiz. Hammasini 5 ga bo'linish qoidasi bu oxiridagi raqam 0 yoki 5 bo'lsa. 5 0 bo'lgan son oxirgi raqam, demak bu son 5 ga bo'linadi. Eslab qolish kerak. Yozib oling buni, yaxshilab eslash kerak. 6 ga bo'linish qoidasi. Mana shu yerda endi sizlar bilan xila ishlatamiz. Matematik xila. 6 ga bo'linish qoidasi, 6 ning bo'luvchilari necha? 2 va 3. 6 ning bo'luvchilari 2 va 3 ku. Demak, qandaydir son bersa, masalan, bu son bersa, bu 2 va 3 ga bo'linsa bu son, demak 6 ga ham bo'linadi. 2 va 3 ga bo'lingan son 6 ga ham bo'linadi. Xo'p, 2 ga bo'linish qoidasi masalan oxirgi raqami 2 ga bo'linsa bo'ldi. 3 ga bo'lish raqam qoidasi, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Demak, bizda
6 ga bo'linish qoidasi o'zimiz o'ylab topdik. Masalan 12. 12 ni bo'luvchilari necha? 4 va 3 deb olsak 12 ni beradi mana shu bo'luvchilar. Bo'lsak 4 ga 3 12 ku. Xo'sh, bizga endi shu 4 ga va 3 ga bo'linadigan son kerak. 4 ga va 3 ga bo'lingan son albatta 12 ga ham bo'linadi. Masalan 15, 15 nechta karra necha deb olsak bo'ladi? 3 va 5 deb olsak. Demak bizga raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak va 5 ga bo'linish qoidasi oxiridagi raqamni 5 ga bo'lish kerak. Demak bu son 15 ga ham bo'linadi. Masalan 18, 18 da ham xuddi shunday bo'lsa 2 karra 9 deb olsak bo'ladi. 2 karra 9 va 2 ga bo'linish qoidalarini bilamiz. 9 da hammasi kelamiz unga. Masalan aytaylik 35 deylik. 35. Quyidagi sonlardan qaysi biri 35 ga bo'linadi deb kitobimizda savol beradi. 35 ga bo'linish uchun sonimiz 7 va 5 ga bo'lish kerak. Bak mana shu bo'linish qoidasini ishlatamiz ekan. Xo'sh, bu bo'ldi. 9 ga bo'lish qoidasi bu 3niki bilan bir xil. Ya'ni raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linsa, raqamlari yig'indisi 9 ga bo'linsa, bu son 9 ga bo'linadi. Lekin 3 bilan adashtirmash kerak. Raqamlari yig'indisi shunday hisoblab keldik, 3 chiqdi. 3 9 ga bo'luvchisi-ku, demak 9 ga bo'linadi degan gap xato. Ya'ni raqamlar yig'indisi 9 ga ham bo'linishi kerak. O'shandagina 9 ga bo'linadi bu sonimiz. Keyingisi 10 ga bo'linish qoidasi eng osoni o'zi 2, 4, 5 plus hammasi ham oson. 10 ga bo'linish qoidasi oxiridagi bitta raqami 0 bo'lishi kerak ekan. Bu boshqa qoidasi yo'q. Oxiridagi bitta raqam. U dunyoning bu chekkasidan bu chekkasigacha raqam bersa, oxiridagi 0 bo'lsa, bu son 10 ga bo'linadi. O'shani yo'qotib qolish kerak. 11 ga bo'linish qoidasi, to'g'risini aytsam o'zim ham boshida rosa qiynalganman 11 ni yo'qotib qolish uchun. 11 ga bo'linish qoidasi yaxshilab eslab qolamiz. Top o'rnidagi sonlardan juft o'rnidagi sonlarni ayirsak 0 yoki 1 ga bo'linadigan son chiqsa. Ya'ni nima degani? Masalan bizga 121 sonini berdi. Bu son 11 ga bo'linadi deb savol beryapti. Demak, boshlaylik. Top o'rnidagi sonlar birinchisi bu top, ikkinchisi bu juft, uchinchisi top. Top, juft, top bo'lib keladi. Demak, bitta sakrab qo'shamiz. Birga birini qo'shsak 2, juft o'rnidagi son bu 2, demak 2. Ayirsak 0, demak bu son 11 ga bo'lindi. Mana shunday 11 gacha yozdik. Bu yog'i unchalik kerak, deyarli asosiy qismi, ya'ni bu deb qismi mana shu. 11 gacha. Demak biz davom etamiz. Mavzumiz bo'linish belgilari va turfa murakkab sonlar edi. Biz bo'linish belgilarini ko'rib chiqdik sizlar bilan. Endi turfa murakkab sonlarni ko'ramiz. Xo'p, turf son bilan murakkab son degani o'zi sonlar ikkitaga bo'linadi. Mana shu toifa bo'yicha. Turf va murakkab sonlar. Turf sonlar bu o'ziga va faqat birga bo'linadigan sonlar. Ya'ni boshqa 2 ga, 3 ga, 4 ga, 5 ga va hokazo sonlarga bo'linmaydi. Faqat birga va o'ziga bo'linadigan sonlar deyiladi. Xo'p, qanday ajratamiz? Katta son bo'lsa degan savollar albatta tug'iladi. Bilmayman, o'zi ochiqman, buni yodlash kerak. Xo'p, boshlaymiz. Son faqat o'ziga va birga bo'linsa, turf sonlar deyiladi. Aytib o'tdim, o'ziga va faqat birga bo'lishi kerak turf sonlar. Adashtirmaymiz. Masalan 3 faqat birga bo'linadi va 3 o'ziga bo'linadi. Masalan 37. O'ylab ko'ringizmi? 1 ga va 37 ga faqat bo'linadi. Boshqa bo'lgisi yo'q. 53 ham shunday, 83 ham shunday. Maslahatim 100 gacha yig'lab oling, shunday ham kerak bo'ladi. Xo'p, murakkab sonlar-chi? Xo'p, turf sonlarni bildik. Endi murakkab sonlar. Murakkab sonlar 3 ta va undan ortiq bo'luvchiga ega sonlar. Murakkab sonlar bo'lar ekan. Bo'luvchisi o'zi nima degani? Bo'luvchi nima degani? Haqiqatan o'sha savol hammasining oldin o'zi bo'luvchi nima degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta nurdan o'rganayotganlar bor ekan bizlar. Bo'luvchi degani qandaydir a sonni bo'linadigan a songa bo'linadigan sonlar. Masalan 20 bo'lganda, albatta 20 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linmaydi, 4 ga bo'linadi,
5 ga bo'linadi, 10 ga bo'linadi, 20 o'ziga bo'linadi. Demak, mana ko'ryapsiz, bo'luvchilar mana shular ekan. 20 boshqa sonlar ham xuddi shunday bo'ladi. Aytyaptiki, endi bizda murakkab sonlar bo'luvchilar 3 tadan ko'p deyapti. Mana shunday bo'luvchilarga ajratganlar 3 tadan ko'p bo'luvchiga ega bo'lgan son murakkab son deyilar ekan. Masalan, 4 bo'luvchilari 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi. 3 ta bo'lib qoldimi? Demak, bu murakkab son. 8 ga ham xuddi shunday 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 9 ham shunday. Eng kami 3 ta bo'lar ekan, eng ko'pi 2 ta bo'ladi. Ko'p bo'lib ketaveradi ekan. Bizda murakkab sonlar shular. Xo'p, bu ikkalasini hech qachon adashtirib qo'ymash kerak. Sonlar ro'yxatini yodlash kerak. Yodlamasa bo'lmaydi. Baribir masalan 100 dan katta, 200 dan katta, 1000 dan katta son berib qolish mumkin, uni bilmadim endi. 100 dan 100 gacha yodlash kerak. Tub sonlar ro'yxatini. Tub va murakkab sonlarni bildik. Endi bir ikkita holat bor bizda. Eng kichik tub son 2 ekan bizda. Eng kichik tub son. Eng kichik murakkab son esa 4 ekan bizda. Bir qayerga ketdi deyish mumkin, tabiiy hol, shunaqa savol tug'iladi. Bu bir tub son ham emas, juft son ham emas ekan. Hisoblanamiz. Na juft, na 90, na juft son ham emas. Bizlar adashyapman, murakkab ekan. Murakkab. Bas tushundik. Murakkab son ham emas. Xo'sh, 100 gacha bo'lgan sonlar ro'yxatini kanalga tashlab qo'yamiz. Albatta yozib yodlang. Boyagi qoidalar, bo'linish belgilarini yozib yodlang. Ularni ham yozib yodlash esdan chiqmasin. Hozir misol ko'ramiz. Misol ko'rganda hammasini eslashga, eslab qolishga, xotirada joylanib qolishga harakat qilamiz. O'zi qiyin mavzu emas. Misol ko'rishni boshlaymiz. Kim bordi? Demak, bizda kitobdan misol ko'rishni boshlaymiz. Bilasizlar, aytsa kitobimiz bu 2025-yilgi sinolinglar. Sotib olayotganlar bo'lishi mumkin. 2025-yangi chiqqan nashr bor. O'shani olinglar. Eskilar bilan bir xil, agar sizda eskisi bo'lsa, foydalanavering, faqat mavzulari chalkash bo'lishi mumkin. Boshladik. Demak, bizda birinchi misol. Birinchi misolda aytibdiki, 12 ning barcha bo'luvchilar, natural bo'luvchilar sonini yozing. Boya yozing, 12 natural bo'luvchilari degani shu 12 ga bo'linadigan sonlar. Ya'ni yoki raqamlar. Masalan, 12 ni 1 ga bo'lsak bo'ladi. 12 1 ga bo'linadi. 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, 5 ga bo'linmaydi, 6 ga bo'linadi va 12 ga bo'linadi. Demak, mana shu javobimiz, mana shu birinchi misol. Mana shu yerda bitta narsa aytib ketay sizlarga. 12 ga masalan kattaroq son berib qo'yish mumkin, 243 ni boshqa son berib qolish mumkin. O'shaning bo'luvchilarini sonini toping degan. O'shunda yozib boraveramiz. 2 ga bo'linsa yoki 3 ga bo'linsa 3 dan biri chiqib ketsa, o'shaning qolgani chiqib kelishi mumkin. Buni hozir misollar davomida ko'ramiz, tushuntirib beraman. Yaxshi. Xo'p, bu birinchi misol edi. 100 dan oshgan keyin yana bitta narsa 100 dan oshmagan chekaralar to'g'ri. Xo'p, javobi tushunadi, o'zingiz o'qib olsangiz tushunib ketaverasiz. Masalan, 11-misolda boshlatdi. Bir nechta raqam bergan, sonlardan qaysilari 2 ga bo'linadi va 2 ga bo'lish qoidasini yozib chiqdik. Demak, oxiridagi raqamni qarang.
Bo'ldi. 2 yoki 0 bo'lsa. Bizga chegarasiz son bermaydi-da. Oxiriga qaraymiz. 2 yoki 0. 2 yoki 0 yoki juft son. Oxirgi raqamlar. 2 shunday ketaveradi. 3 ga 3 ni ham masalan ko'rib chiqdik. 3 ga bo'linish qoidasi. Nima raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linish kerak. Qo'shish qanisi raqamlar degansa, agar 3 ga bo'linsa, bu sonlar 3 ga bo'linadi. Shunday ketadi. Bizda boshlanadi. 31-misoldan boshlab qiyinlari boshlanadi. Fikrlaydigan, hisobladigan. Masalan, bizda beribdiki 2, 3, 9 va A sonini 2 ga bo'lgan bo'linishi uchun A soni qanday sonlar bo'lishi kerak dedi. Demak, bu bizda mana bu tepadagi chiziqcha bu necha xonali son ekanligini anglatadi. Masalan, 4 ta xonali sonning ustidan chiziqcha chizildimi? Demak, bu A son 1 xonali son. 1 xonali raqam ekan. Ya'ni 2 dan 9 bo'lishi mumkin, 1 bo'lishi mumkin, 2 bo'lishi mumkin, 1 dan 9 gacha son bo'lishi mumkin. Masalan, x, y, z qanday b deydi. Demak, har bittasi bu alohida raqam. Ya'ni bu 11 emas, 28 emas, zning o'zi masalan 100 emas. Bular alohida raqam. Yani 1, 2, 4, 5 bo'lishi mumkin. Faqat raqam bo'la oladi. Demak, shuni deb o'ylayman. Demak, bu faqat raqam bo'lsa, 2 ga bo'linish qoidasi dedi, oxirgi raqam juft yoki 0 son bilan tugasanmi? Qanday sonlar bo'ladi dedi. Bo'linish uchun 0 bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak, 2 bo'lishi kerak, 3 bo'lish kerak emasmi? Kerak emas. 4 bo'lishi kerak, 6, 8 bo'lishi kerak. Raqam kerak-da bizga. 3 ga bo'linish, 2 ga bo'linish uchun 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugash kerak oxirgi raqam. Ular mana shu chiziqchaga kelgandan bu nima ekanini o'ylanib qolmayman. Bu shunchaki necha xonali son ekanligini aylanib turibdi. Masalan, 3 ga bo'linish necha ko'ramiz. 33-misolda 6, 7, 4 va A sonini 3 ga bo'lib, A'ni qanday qiymatlarda 3 ga bo'linadi dedi. 3 ga bo'linish qoidasi nima? Bu ham xuddi mana shu formulaga tushadi. Faqat 3 ga bo'lish qoidasini ishlatamiz ekan. 3 ga bo'lish qoidasi nima? Yozamiz. Raqamlar yig'indisi edi bizda. 6 plus 7 plus 4 plus A sonini qo'shganimizda, demak 3 ga bo'lish kerak raqamlarimiz. Bularni qo'shamiz 17 plus A. Xo'p, 3 ga bo'lish uchun hozir bizda 18 chiqish kerak-da bu. O'shanda 18 chiqsa, mana shu ifodamiz, bu son 3 ga bo'linadi, 18 3 ga bo'linadi. Demak, A bu yerda 1 bo'lishi kerak. Chunki 18 qo'shsak, hozir 18 chiqadi va 3 ga bo'linadi. 1 bo'lishi mumkin. 2 ni qo'shsak 19 bo'lmaydi. 3 qo'shsak 20 bo'lmaydi. 4 ni qo'shsak-chi 21 3 ga albatta bo'linadi. Demak, 21. Biz A ni o'rniga necha olyapmiz? 21 chiqish uchun 4 olyapmiz. 21 ham bo'linar ekan. Endi 5 ni qo'shsak 22 bo'linadi. Bo'lmaydi. 6 ni qo'shsak ham bo'lmaydi. 7 ni qo'shsak 24. Demak, 3 ga bo'linadi. Demak, A sonimiz 7 ham bo'lishi mumkin ekan. Faqat bir xonali son bo'lishi kerak. Xo'p, 7. 8 ni qo'shsak bo'lmaydi, 9 ni qo'shsak bo'lmaydi. 10 endi bo'ldi. Endi 10 bizda aytyapti, mana bu yerda deyapti. Bir xonali, faqat bitta raqam bo'lishi kerak deyapti. O'shaning uchun bu yerda bo'ldi. 1, 4 va 7 raqamlarni ola olamiz ekan faqat. 3 ga bo'lish qoidasini ishlatdik. Mana bu qoidani tushundik. Keyin tushuntirib berdim. Bir xonali son degan ekan, bir xonali raqam degan ekan. Demak, bu misollarda endi muammo bo'lmaydi. 5 ga bo'lish qoidasi debdi, 6 ga bo'lish qoidasi debdi. 6 ga bo'lish qoidasi 2 va 3 ga edi. 6 ga bo'lish oxiridagi raqamni, demak, 2 ga bo'lish kerak. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lish kerak. O'shanda raqamni topamiz. O'ylash kerak, o'zi bu IDC kitobida juda ham bir fikrlaydigan, o'ylaydigan misollar juda ham ko'p. Bu juda ham foyda beradi bizning dunyoqarashimizni, fikrlashimizni kengaytirishga. Shuning uchun biz shu kitobdan tanlovga qo'shdik va sababi ham eng yuqori foiz ko'rsatkichini ko'rsatib berdi bizga. Xo'p, keyingi misolni ko'rsak, 31 dan 50 gacha mana shunday ishlaymiz.
Endi 51dan 56gacha. Berilgan qatordan tutsonlarni ajratib yozing. Tutsonlarni yodlaymiz. Yodlash kerak bo'ladi. Masalan, 51-misolda aytibdi bizga. 1 deb beribdi, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 11, 13, 15. Orasidan tutsonlarni ajratib. Tutson nima dedik? O'ziga va faqat birga bo'linadigan sonlar dedik. Yodlash kerak. Masalan, 1 na top, na juft dedik, to'g'rimi? Na top, na juft dedim. Na tutson, na murakkab son. O'zir adashibman. 1 bo'lmaydi, 2. 2 ni olamiz. Bu tutson. 1 ga bo'linadi va 2 ga bo'linadi. 3. 3 ni ham olamiz. 1dan o'zidan va 1dan boshqa bo'lishlar yo'q. 5 ni olamiz, 7 ni olamiz, 11 ni olamiz, 13 ni olamiz. Bu yerda 15 1 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi, 15 ga bo'linadi. Demak, o'zidan va 1dan boshqa bo'luvchilar bormi? Demak, bu 15 ni chiqarib tashlaymiz. Tub sonlar mana shular edi. Bo'ldi, mana shu xuddi shunday ketaveradi. Endi keyingi misolga o'tamiz. Davom etamiz. 61dan 70 gacha pashti bir xil son takrorlanib kelyapti. Masalan, aytib 61 da aytibdiki, x ko'paytirilgan y teng 14 berdi bizga. Quyidagi tengliklarni aniqlovchi x va y tub son bo'lsin deyapti. Demak, mana shu x ning o'zi ham, y ning o'zi ham tub son bo'lishi kerak. Necha bo'lishi mumkin? Masalan, 2 va 7 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? 2 tupson, 7 ham tupson. 1 ko'paytirilgan 14 chi? Tupson emas, 1 tupson emas dedik. Boshida aytdik. 14 o'sha nima deydi? Ikkitadan bo'lishlari ko'p, tupson emas. Xuddi shunday ketadi. Masalan, 64 da ham xuddi shunday debdi. 64 da kitobingizni qarab boring. 64 da x plus y teng 20. X bu yerda tutsonlar bo'lsin degan uchun eng yaxshi 19 plus 2 teng 21. 19 tutsonimizda kam tutson. Bo'lsa 20 bo'ladi. Bizdan o'shani so'rayapti. Bo'ldi, все. Keyingi misolga o'tamiz. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman hozir. Birozgina o'tirib olaylik. 66. Bizda aytyapti. To'g'ri to'rtburchak bo'yi va enining uzunligi tut sonlar bo'lib, perimetri 26 ga teng bo'lsa, uning yuzini toping dedi. Perimetr formulasini hammamiz bilamiz. O'sha birinchi sinfdan o'tsak yana biladi. P teng 2a plus b. Bizda perimetr beryapti. Perimetr teng 26 deyapti. Demek 26 perimetrin o'rniga 26 yozib ketyapmiz. Perimetr 26 ga teng. Teng 2a plus b. Deb soddalashtirib oling. Bizda aytyapti a plus b tutsonlar deyapti. Ili keyin yuzini toping deb oxirida yana qo'shib qo'yadi. O'shaning uchun perimetrin o'rniga qo'ydik. 2 endi bu yoqqa bo'lishib o'tadi. 13 teng a plus b. Ana endi aytyapti a bilan b deyapti tub son bo'lsin. Böyle ko'rdik x va y ga sonlarni anaganimizda, unga ham soddalamiz. Masalan, 9 va 4 bo'lsa, bo'lmaydi. 11 va 2 bo'lsa, bo'ladi. Demak, bizda a teng 11, b teng 2 degan javobni olamiz ekan. Bizdan endi oxirida so'rayapti, shunday chalkashtirib beryaptidan oxirida yuzini toping deyapti. Yuzini topish formulasini ham bilamiz. A ko'paytirilgan b. Bizda a nima chiqdi? Chiqdi a0 ga 11 chiqdi. A0 ga 11 deb yozamiz. B nima chiqdi? Bizda 2 chiqdi. Bu 2 javob 22. Xo'sh, davom etamiz. Yetmiş mi? Uçlar yolda.
Shunday natural sonni topingki bunda deyapti. 5a tub sonimizda. Demak 5a tub son bo'lsin. Shunday agar bir son topishimiz kerak, 5 tub son bo'lib qolishi kerak ekan. Mana bu ko'paytirma bo'ladi. Agar eng kichkina qiymatni qo'ysak, tub son bo'lishi kerak. 5 o'zi tub son. An o'rniga 1 deb qo'ysak, nima bo'ladi? 5 ko'paytirganda tub son paydo bo'lganimizda, demak javobimiz 1 ekan. Xo'sh, masalan, aytaylik 73. A-2 ifodaning qiymati tub son bo'lsin deyapti. A-2 68 ifodaning qiymati tub bo'lsin. Bunda ham mana shunday fikrlaydigan misol edi. Shunday son topishimiz kerakki, shunday bundan amal bajarib, buni ham amal bajarib o'tganlarni ko'paytirganimizda tub son paydo bo'lishi kerak. Tub son chiqishi kerak javob. Xo'sh, o'ylab ko'raylik. A'ni o'rniga necha qo'ysak ifodamiz tub son chiqadi. Masalan, 1 ni qo'yamiz. 1 ni qo'yib qo'ymaydi, ikkidan kichkina son. 2 ni qo'ysak, bu 0 bo'lib ketyapti. Bu 2 ni qo'ysak 10 bo'lib ketyapti. Bu ham demak bo'lmaydi. 0 chiqib qoladi. 0 bu tub son ham topamiz. Buni ko'rib chiqdik. Ham o'ylaylik, qanday son qo'ysak tub son chiqadi. 3 qo'ysak, bu A'ning o'rniga 3 qo'yib chiqamiz. A'ning o'rniga 3 + 8. Ayirsak 1, ko'paytirgan ko'rsak 11 barobar javob 11. Bizdan nima chiqdi? Ifodaning qiymati tub son chiqdi. Demak, A teng 3 ta ekan. Burada A teng 1 deb oldik. Burada 3 deb oldik. Nima qilyapmiz? Buni fikrlab topyapmiz. O'ylab topyapmiz. Qolgan misollarning hammasi mana shunday fikrlanib topilaveradi. Hop. Mana orqarog'ida, tugashroqda juda ham qisqa misollar bor. Bularni juda ham bir fikrlar, mazza qilib ishlasa bo'ladigan misollar. Masalan, 86 ni ko'ramiz. Bizda 90 ta misol bor, keyin Xitoy o'quvchilar bor. 86-misolga keldik. Aytib 86-misolda, boya ko'rib chiqdik buni, chiziqlar nima ekanligini. A, B, C da oldi. A, B, C, D raqamlari 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. 5 ga bo'linish qoidasi qanday edi? Oxirgi raqami bo'lishi kerak, to'g'rimi? Endi shartda beradi. Sonining eng katta qiymatida mana bu sonlarning mana shu sonlarning eng katta qiymatida 5 ga bo'linsin deyapti. Eng katta qiymat qo'yamiz mana D ga. 5 ga bo'linish uchun D teng bo'la oladi. 0 va 5 bo'ladi. Bu son eng katta chiqish uchun bizga 0 kerakmi, 5 kerakmi? Albatta 5 kerak. Demak, D ning o'rniga 5 olamiz. Aytdik, 5 ga bo'linish qoidasi oxirgi raqami 0 yoki 5 bo'lishi kerak. Bizda mana bu son qancha bo'lsa ham farqi yo'q. Bizga oxirgi raqam kerak. Bu eng katta chiqish uchun A, B, C raqamlar necha bo'lishi kerak? 9. Aytamiz farqi yo'q. Demak 9 bo'lishi kerak. A teng 9, B teng 9, C teng 9 bo'lishi kerak. Eng katta qiymat so'rayapti bizdan. Mumkin qadar eng katta qiymatni qo'yamiz. Aytdik, bitta son qo'yamiz. Bu ham bo'lsa 9 ekan. Endi yozamiz. A 6 bo'ldi. A ning o'rniga 9, B ning o'rniga 9, C ning o'rniga 9, oxirida D ning o'rniga nimaga 9 yozamiz? Bizga aytadi, 5 ga bo'lmaydigan son kerak edi. 0 yoki 5. Yana ham katta chiqish uchun bizga 5 kerak. Demak, bizning javobimiz mana shu bo'ldi. Ana endi bu sonlarni ham shunchaki qo'ymagan, aytibdi. Yig'indisining eng katta qiymatini toping. Eng katta qiymatni topdik, endi shularni shunchaki qo'shib qo'yish qoldi xolos. Qo'shib hisoblab qo'yamiz. Bu sizga kilosi davlat.
oxirida shunaqangi qiziqarli masalalarimiz juda ham ko'p. O'zi bu kitob juda ham qiziqarli kitob. Xo'sh, iqtidorli o'quvchilar 105 ekan. Iqtidorli o'quvchilarni ishlash bu o'zingizga juda ham foyda, benefit. Xo'sh, milliy sertifikatga, SATga bos tayyorlanayotgan bo'lsangiz, albatta iqtidorli o'quvchilarni ishlashni esdan chiqmasin. Xo'p, ana endi chiqmagan yoki boshqa misol tushunmagan joylaringiz bo'lsa, Telegramdan biz sizga xabar tashlaymiz, adminlarni riskalarini tashlaymiz yoki muhokama kanalimizda yuritishni boshlaymiz. O'shanda bemalol chiqmagan misol yoki tushunmagan joyingiz bo'lsa, muhokama kanalida bir-biringizga o'rgatish orqali hammaga isbotlab boramiz. Xo'p, ana endi bu o'zi qanaqa darslar degan savol hali ham bor ekan. Kecha bir ikkitasidan eshitib qoldim. Hozircha boshlanishiga biz Jizzax viloyati Politexnika instituti akademik litseyining 1-kurs o'quvchilari bu loyiha desak ham bo'ladi. Endi o'sha narsani nima deydi? Yaratdik. Bu ham o'rgatish, ham o'rganishda. Masalan, ertaga siz qaysi bir kanalga challenge tashlaysiz, so'rovnoma tashlaymiz. Kim mana shu mavzuni o'rgatishni xohlaydi degan. Agar siz xohishingiz bo'lsa, o'sha mavzuni o'rgatishga siz adminlarga yozasiz. Adminlarga o'zingiz maktabingiz yoki kollej yoki litseyda o'qisangiz, litsey shunday bitta mavzuni xuddi bizga o'xshab tushuntirasiz, misol ishlaysiz, misollarni ko'rsatasiz. Biz uni ma'qul topsak, o'z kanalimizga tashlaymiz. Xudo xohlasa hozircha shu bugungi darsimiz shu edi. Uyga vazifalarni qilish esdan chiqmasin. Keyingi darslarda ortiqcha o'rtog'im gapiradi. Assalomu alaykum obunachilar. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, mana shu kanalimizda faol ishtirok eting. Har doim eslatib o'taman. Bizga mavzu tashlasangiz, biz o'sha mavzuni qanday ko'rib chiqamiz. Sizlar ham bizga o'xshab o'tib tashlasangiz, keyin biz o'shani kanalimizga joylashimiz mumkin. Sizga o'rtog'im aytgandek, adminlar lichkasini tashlab boramiz. Sizlar esa o'sha mavzuni o'tib bizlarga tashlaysizlar. Va biz tanlanmalar qilamiz. Eng yaxshi o'tilgan mavzuni kim eng yaxshi mavzuni o'sha mavzuni o'tsa, biz o'shanga alohida sovrinimiz bor va har oyda bo'lib o'tadigan testlarimizda faol ishtirok etgan o'quvchilarga yana alohida sovg'alarimiz bor. Ya'ni sizlar bir oyda 2 marta ajoyib sovrinlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bu ozgina harakat va bilimingiz evaziga keladi. Xudo xolasa kanalimizni yanada rivojlantirishda charchamaymiz. Sizlarga ta'lim berib charchamaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.